Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaqin kunlarda mana shu oylarda va o'tgan yilning kuz oylarida ham Jeffrey Epstein faylllari bo'yicha chiqqan ma'lumotlar to'g'risida juda ko'plab eshittiruvlar, ko'rsatuvlar bo'lyapti. Hozir mana shu bo'yicha mana Kanadadan Obidxon bilan suhbat qilmoqchimiz. Avvalambor mana shu Epstein, kim bu Epstein fayllari nima, shu to'g'risida bir xalqimizga bir tushunarli qilib bir ma'lumot berib o'tsak. Nima uchun bu Epstein fayllari bo'yicha juda ko'p hozirgi kunda chiqishlar bo'lmoqda? Obidxon, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom Ziyodulla, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Obidxon, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, umuman mana bu Google'da ham, internet tarmoqlarida juda ko'plab hozirgi kunda chiqishlar, ma'lumotlar tarqalmoqda. Mana shu Epstein fayllari bo'yicha. Siz bir oddiy yo'l bilan, bir oddiy so'zlar bilan tushuntirib bera olasizmi? Epstein fayli nima? O'zi Epstein o'zi kim? Jeffrey Epstein. Nima uchun buning fayllari shunaqangi bir qiziqarli bo'lib butun dunyoga tarqamoqda? Bu o'ziga nimalarni oladi bu fayllar? Shu to'g'risida bir qisqa ma'lumot berib o'tsangiz. Birinchidan Jeffrey Epstein o'sha finansist, filantrop va o'zini har xil nimalarga homiy qilib ko'rsatgan. Uni kelib chiqishi to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlar mavjud. Hammasi har xil. U boshida o'qituvchilik qilgan, undan keyin qaysidir finansiy strukturalarga yollangan va holanki undan keyin o'zini nikohlanmagan xotini, ana o'sha Maxwell ismi G bilan boshlanadi. O'sha Maxwell bilan birga yashagan va ular mana shu faoliyatni boshlagan. Albatta Jeffrey Epsteinni buni shu yo'lga boshlagan buni xotini Maxwell bo'ladi. Maduro qilib olib yurgan uni xotini bo'lsa, o'qimishli xotini bo'lsa, bu o'rta ma'lumotli Maduroni xotini olib yurgan bo'lsa, bu Epsteinni ham olib yurgan mana shu Maxwell xotini bo'ladi. Bu xotini juda ham boy oiladan va o'sha Britaniya qirollik va Britaniyaning eng kuchli doiralariga kirib yurgan, otasi shunaqa doiralarda bo'lgan va shuni qoidalarini, shuni qanday qilib erish mumkinligini uni qiziga o'rgatgan va bu Jeffrey Epstein bilan ko'rishganidan keyin bular hammasi boyliklari birlashib turib mana shu yo'lga o'tgan va undan keyin mana bu orolni sotib olib va o'sha joydagi ko'rsangiz borgan juda ko'p insonlar dunyoni eng katta boylari va dunyoni eng katta rahbarlari, Amerikani hamma rahbar Baydendan tortib va boshqa rahbarlargacha mana bu yoqda yana bir qanaqadir juda ham ko'p bitta Tokayev bor deyishyapti. Yana juda ham ko'p mana shunday insonlarni nima o'siga olgan. Albatta men juda ham bunga berilib ketmaganman, lekin bu suhbatimiz davomida hali ko'p bunaqa voqealar bor. Bu Epstein bilan bu to'xtamaydi. Nima uchun bular ochilib ketdi? Suhbatimiz davomida aytamiz. Nima uchun ochildi bu? Yaxshi. O'zi bu Epstein fayli o'tgan yildan boshlab shu noyabrlardami o'tgan yili mana bu Donald Trump tarafdan ham bu qonun sifatida chiqarildi va shundan keyin AQShning mana shu Adliya vazirligi tarafdan bu ma'lumotlar chiqarildi ochiqchasiga. Endi bu yerda ko'plab shu tilga olinayotgan o'sha yuqori mansabdagi insonlarni bu yerda u bilan aloqasi bo'lgan, do'stona, lekin bu yerda yomon ish qilinganligi to'g'risida ular tan olmayapti, unaqa ma'lumotlar yo'q deyishyapti. Lekin bu ma'lumotlar chiqarildi. Lekin buning sababi nima uchun chiqarilgan? Buni public, ya'ni jamiyatga ochiqchasiga chiqarildi bu ma'lumotlar. Bu ma'lumotlarda 180 ming rasm, 2 ming video va 3 million sahifadan iborat hujjatlar borligi, bu yerda elektron pochta yozishmalari, shunaqa ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ekan. Yana shuni xalqqa ma'lum qilib qo'yishimiz kerak. Jeffrey Epstein bu 2019-yilda shu qamoqxonada o'lgan. Bu yerda ham ikkita versiya bor. Birinchisi bu o'sha qamoqxonada o'zini osib o'ldirgan degan versiyasi bor. Ikkinchisi bu ma'lumotlar chiqmasligi uchun o'sha killerlar tarafdan shunaqa o'ldirilgan degan. Siz o'zingizni fikringizni berib o'tsangiz, Obidxon.
Jeffrey Epsteinni bu fayllarini chiqarishga majbur qilgan bu Amerikada o'zingiz bilasizki Poltergeist voqeasi bo'lgan bu. Mana hozirgacha misol uchun tahqirlab kelingan Kennedy'ning o'limi to'g'risida hali ham chiqmagan, to'liq chiqmagan. Bular ham bir kun chiqadi va bundan tashqari mana Panama Paper bor. Buni ham bilasiz, juda ham ko'p ma'lumotlar chiqqan. Bu yerda dunyoning juda ham ko'p boylari va qora bozordagi nimalar chiqqan. Shunga o'xshab turib Jeffrey Epsteinni bugunga kelib mana shu paytlarda chiqarishini birinchi sababi dunyoning e'tiborini Amerika siyosatidan mana shunga burish. Birinchidan. Avvalambor mana bu yoqda Venesuela, bu yoqda Eron, bu yoqda Ukraina urushi va undan tashqari Afrika davlatlaridagi barcha janjallar, Amerikaning qo'li bor janjallarni nimaga qaratish. Lekin men qarshi emasman. Amerikani Eronga qarshi olib borayotgan Venesuelada qilgan ishlari, bu dunyoning barcha diktatorlariga ko'rsatib qo'yganini men buni qo'llab-quvvatlayman, to'g'risi. Aytish kerak. Shuning uchun ham Jeffrey Epsteinning fayllari, umumiy fayllar soni 6000 varaqdan iborat. Har bir varaqning orqa oldi. Bu degani juda ham katta fayllar bor va juda ham katta bu hali juda ham ma'lum bir qismi chiqarilgan. Bu 6 yerda million. Donald Trumpga tegishli qismlari juda ko'p joylarda hali chiqarilmagan. Agar chiqariladigan bo'lsa, bu albatta juda ham katta janjalga aylanib ketishi mumkin deyilgan gaplar bor. Endi mayli Jeffrey Epsteinni dunyoda hamma gapiryapti. Hozir Google'ga Jeffrey Epstein fayllari deb bersangiz, misol uchun milliarddan oshib ketgan bo'lgan qidiruvlar dunyodagi eng katta qidiruvga to'g'ri kelyapti. Endi bu yerda boshqa narsalar ham bor-da. Bu Jeffrey Epstein bittami? Yo'q. Siz nima deb o'ylaysiz? Jeffrey Epstein bittami? Jeffrey Epstein bo'lmaganmi? Eramizdan avvalgi mana Pompey degan shahar yer yutib ketgan. Mana shaharda Jeffrey Epstein, har bir xonadonda Jeffrey Epstein bo'lgan. Misol uchun ko'rgansizki, oxiri mana shu yaratganning o'zi shuni yer tagiga tiqib yuborgan. Ana o'shani Pompeydagi, Italiyaning Pompeydagi muzeylarini ko'rsangiz, o'sha joyda qanchalik harom xarj bilan bo'lganini hali menda misollar bor, gapirib beraman. Bugungi kunda bo'layotgan, Jeffrey Epsteindan tashqari bo'layotganlarga. Rahmat Obidxon. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Epstein fayllaridan kelib chiqqan ma'lumotlar umuman bu holatlar umuman islom olamiga ham ta'siri bormi? Yoki islom olamida ham shunaqangi ishlar davom etyaptimi? Mana sizga bir o'tgan yakshanba kuni bo'lgan bir voqeani gapirib beraman. Shaharga kirib kelayotganda bizda Gateway Boulevard bor, o'sha yerda bir burgerxona bor. O'shanga kirib burger olaman deb o'tib ketdimda, endi miyaga shunda komanda beriladi-ki, ovqat yeyman degandek, birpasda qorinni ochiradi. Shunda men Chuck E. Cheese'ga kirdim. Chuck E. Cheese'ga kirib shunda kichkinagina $5 milni olib yeb, shunda chiqib kelsam, eshik tagida bir ayol, Filippinka ayol turibdi, bitta o'smir bolasi bilan yana kichkina bolasini qo'lida. Tashqarida sovuq qor yog'ib turibdi, sovuq. Atmosfera temperatura 10 gradus atrofida. Shunda men aytdimki, "Voy, sen kimdir olib ketadimi yoki avtobus kutyapsanmi?" deb hazillashsam, "Voy, avtobus ostanovkasini topolmayapman" dedim. Men aytdimki, "O'tir mashinaga, xohlasang ostanovka tashlab ketaman" dedim. Keyin shunda yo'lda ketyapti, ostanovka bu ham qancha uzoq ekan. Keyin men qayerga borasan desam, men shaharning shimol tomonida turaman dedi. Men ham shu shimol tomonga ketaman. Mayli dedim, bolam bor ekan, yuraver dedim. Adresini qarasam, meni uyimdan 1,5 kilometr uzoqda ekan. Hech qisi yo'q dedim, davay yurdim. Yo'lda ketayotganda men so'radim, "Qayerdan kelding? Qachon kelding?" desam, 2 yil oldin Filippindan immigratsiya qilib kelganman. "Oldin nima ish qilgansan?" desam, "Oldin men 16 yil Saudiya Arabistonida, Jiddada va nimada Riyadda ishlaganman" dedi. "Nima ish qilgansan?" desam, "Mana shu otellarda catering servisi menejeri bo'lib ishlaganman, odishchisi bo'lib ishlaganman" deb gapirib berdi. Keyin men aytdimki, "Sen Filippinlarda dedim, u yoqda juda bayramni yaxshi ko'rasan, karaokani yaxshi ko'rasan, alkogoldan rosa qiynalgan bo'lsa, nima deyapsan?" dedi. U yerda hamma narsa bor dedi. Hamma narsa bor. Ana o'sha yerda menga gapirib berdi-da, bu mana shu arab shahzodalari, sheyxlarni bularni qilayotgan mana bu yig'inlari, yopiq yig'inlari dunyoning hamma davlatidan. Ular bir marta misol uchun Albaniyadan, Bolgariyadan, Vengriyadan qizlarni olib kelar ekan.
ikkinchisi misol uchun bu yaqin sharqdan mana bu Aljer, Balobatda shunaqa joylarda Yigitlardan qizlarni, keyingisi Amerikadan eskort, keyin Janubiy Amerikadan, Markaziy Amerikadan eskortlarni olib kelib, bu yerda ularni qilayotgan sharmandagarchiliklarini gapirib berdi. Bu mana shu faqat deydi, mana shunday kechki nimalarga bularni qilayotgan ishini deydi, filmlarda ham bunga yetmaydi deb gapirib berdi. Bu yerda qizlarni olib keladi, bitta вечеринка o'sha o'tirishni o'zida, partini o'zida biza oladigan mana shu choy pulimizni o'zi bir qancha pul bo'ladi. U kelgan qizlar faqat $100 pul yuradi u yerda deydi. U yerda deydi, mana shu ko'rsang deydi, ular hammasi o'zini arabcha kiyimida emas, nimasida keladi, o'sha smokinglarida kelishadi. Va bu yerda bo'layotgan ishlarni Saudiya Arabistoni to'g'risida gapiryapman. Ana o'shanda sana mana musulmonman, bizdan ko'p boradi desam, hamma boradi, hamma borganlarni juda ham ko'p davlatlardan kelgan insonlarni taklif qilishadi. Ana o'sha joyda bo'layotgan bu video, aniga kechalarni ko'rsang deydi, bunga og'zing ochilib qoladi. Mayli u ichkiligi o'zini yo'liga, mayli. Lekin hamma dunyodagi eng qimmat ichkiliklar bor. Hattoki qizlarni shampan basseynlarida cho'miltirishganini ko'rganman. Bu doimiy oddiy holat deb gapirib berdi. Dunyoning eng qimmat ichimliklari bo'ladi. Shunda men aytdimki, mayli ichimliklar o'zini yo'liga. Lekin o'tda masalan uchun cho'chqa bo'ladi, cho'chqa go'shtidan ovqatlar qilinadimi? Cho'chqa go'shtidan ovqatlarni ko'rmaganman dedi. Lekin dedi, salamilar, boshqa mana shunday narsalar, brushetta bor, mana bu hamon deydi bizanikilar tushunsa. O'shanaqalar to'la, stol usti to'la turadi. Dunyoni hamma joyida qilinadigan delikateslar ana o'sha stol ustida turadi deb gapirib berdi-da. Bu yerdagi yalang'och вечеринkalar to'g'risida gapirib berganda men aytdim, to'xta dedim. Men nima bo'lib ketmayin desam, haqiqatdan ham mana shunday narsalar bor ekan. Bu shu joyda va o'ylab qoldimki, Jeffrey Epstein bu Amerikada emas, hamma bu yoqda ham bor ekanda. Ana o'sha joydan aytadi, Turkiyadan kelgan qizlarni ko'rsang, chiroyli qizlarni keladi, Siriyaliklar keladi, yana mana shu yaqin sharqdagilar keladi deb samolyot kelarkan mana shu oziq-ovqatlari, ichimlik, spirtnoy ichimliklar, undan tashqari aytayaptiki, Saudiya Arabistoni spirtnoy ichimlik topish hech qanaqa muammo emas. Alohida magazini yo'q xolos, lekin har qadamda topishi mumkin. Buni muammosi yo'q deb gapirdi. Endi shu joyda nimani aytaman? Mana bizni musulmon davlatlarimiz shu qatorida O'zbekiston ham mana shu hajga borishadi, umraga molingni sot, qo'yingni sot, boshqangni sot, paxtani ter va tillab yig'ib borib umraga borib kelishadi. Mana bularni olib borib qilib bergan pullariga mana arab shahzodalari, arab shayxlari mana shunaqangi kechalar. Bu o'sha joyda 16 yil catering service deydi, mana shu restoran xizmatlarida menejer bo'lib ishlagan ayollar og'zidan eshitgan gapim. Bu menga juda ko'p narsalarni aytib bergan. Agar hozir bularni hammasini gapirib beradigan bo'lsam, unda men ana buzuq filmlarni sizga og'zaki gapirib berganga teng bo'lib qoladi. Albatta bu qiziq ma'lumotlar, buni eshitib hayron qolyapman. Islom davlatlarida ham agar mana shunaqangi ishlar bo'layotgan bo'lsa, unda juda ham hayron qolyapman. Endi bilasizmi, bu mana boya gapirib o'tdim, Italiyani Pompei, misol uchun asrimizdan oldingi asrlarda bu yerda shunaqangi bir razrat bo'lib ketgan, nas bosib ketganki, shundan keyin Allohning ham rahm g'azabi kelib shu shaharni shundoq lava ostida qoldirib ketganda. Misol uchun ko'ryapsizmi? Albatta men o'ylaymanki, mana shu bizni payg'ambarimiz islom dini tarqagan yurtda xuddi shu narsalarni eshitdim. Men avvallari ham eshitgan edim, uzun quloq gaplarni eshitgandim, lekin misol uchun o'shani ustida turgan odamdan eshitmagan edim. Avvallari aytishadi, bo'lmagan gap, ular Yevropaga u yoqqa borib kayf qilishadi, Dubayga borishadi, boshqa qilishadi, u yoqda bilaman ularni nima qilishini. Desam, bu Saudiya Arabistonining o'zida, Riyodni, Jiddada bo'lgan voqealarni gapirib berdi-da. Bu yerdagi ana o yalang'och вечеринkalar, boshqalar, bularni gapirib berursiz, bu temperatura nima isitmay chiqib ketadi. To'g'ri. Nima uchun Saudiya Arabistoni uchun isitmay chiqib ketdi? Chunki bizda odamlarni maqsad shu bilan yashaydiki,
Bizaga ham o'sha joylarga borib ziyorat qilishga nasib qilsin deb turib, bismillohdan keyin mana shu gapni gapirishadi. Lekin bu yerda bo'layotgan narsalarni bizni insonlarimiz juda ko'pi bilishmaydi. Bu yerdagi e, qanchalik g'aflat bosib ketganini, g'aflatga botib ketganini bularni hech kim, ko'pchilik bilmaydi. Endi bizda aniq faktlar yo'qki, mana shu Makka mukarramaga yoki Madinada bunday gap yo'q, chunki g'ayridinlarni yoqqa kiritmas ekan. Mana shu kechqurungi o'tirishlarda faqatgina islom diniga, islom dinida emas insonlarni qo'yarkan xizmat qilishga. U yerda 50-20 dollar degan pullar yo'q deydi. Hammasi 100 dollar yuradi. Shunaqangi ko'p pul topamiz bitta nimasida deydi. Endi gapirib berdi. Men aytdimki, men omadingni bersin deb gapirib o'tdim-da, lekin bilasizmi, mana shu bizlarning musulmonlarimizni, bizni vatandoshlarimiz va dunyodagi boshqa musulmonlarni ham yemay, ichmay topib borib ana o'sha joyga xarajat qilib kelayotgandan keyin bulardan olgan pullarni mana shunday joylarga sarf qilishadi. Nima uchun? Misol, mana o'sha Somalidagi, Sudandagi kambag'allarga berishmaydi. Nima uchun mana o'sha G'azoni tiklashga yo boshqa joylarga, Falastinga yoki bundan tashqari juda ham kambag'al davlat, o'zini shundoq biqinidagi kambag'al davlatlarga bermasdan mana shunday ishlarni qilishadi. Bilasizmi, buni eshitib, bilasizmi, biz to'g'ri islom faqatgina bizda O'zbekistonda ekanini to'g'risi. Bir ma'lumotni o'qigandim, videoni ham ko'rgandim. O'zi haqiqatdan musulmon davlatlaridagi mana shu musulmon ahli o'sha yerga umraga boradi, hajga boradi. Lekin o'sha bir videoni ko'rdim, undagi ma'lumotlar bo'yicha, lekin O'zbekistonni o'sha islomning asl nima deydi, markaz joyi deb bu yerda keltirib, bizdan chiqqan ko'p mana shu nimalarni islomiy shu taniqli insonlarni o'sha yerda gapirib o'tgan. Endi men hozir siz keltirgan misoldan ham endi men o'zim eshitib juda ham hayron qolyapman. Endi oxirgi gapingiz ham to'g'ri. Mana shunaqa narsalar davom etayotgan ekan. Nima uchun mana bu kambag'al, juda ham qiyinchilik bilan yashayotgan musulmon davlatlari bor. Mana o'ziz misol keltirdingiz, Somali yoki mana bu Falastin yoki bu taraflarda olib qaraydigan bo'lsak, masalan, Bangladeshlar juda og'ir ahvolda yashaydi. Nima uchun shu yoqlarga masalan katta yordamlar qilmaydi? Biz 45 minut yo'l yurdik, 45 minut yo'l yurdik, yo'l probka edi, undan highwayga chiqib, unikida 45 minut mobaynida ba'zi shu narsalarni gapirib berdi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 45 minut mobaynidagi bo'laman, faqat qiziqtirgani o'sha bo'ldiki, u yerdagi bo'layotgan ishlarni men haqiqatdan ham bundan juda ham nima deydi, asabiylashdim, chunki biz O'zbekistonda juda ham ko'p insonlar yotadi-yu turadi, faqat bitta umidi shu umraga borish, hajga borish. Endi o'g'irliklar keladigan bo'lsa, bu o'g'irliklar juda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun, ana shu umraga borgan shaharlarda ham o'g'irliklar bo'ladi. Endi u yerda bilasiz, mana misol uchun xizmat ko'rsatuvchilarni katta qismi mana shu kambag'al davlatdan kelgan, Bangladeshdan kelgan yoki bu mana nimadan, Afrikadan kelgan, Hindistondan kelgan insonlar bo'ladi. Albatta bular o'g'irlik qilishadi va men eshitganmanki, bizning vatandoshlarimiz ichida ham qilingan o'g'irliklar bor. Bir-birlariga qilingan o'g'irliklar bor deb eshitganman. Endi bunday narsalar bor, lekin buni ichida bo'lgan insondan eshitmaganman. Buning uchun ko'p manda bunday ma'lumotlar mavjud emas. Lekin Saudiya Arabistonida borki, barmog'ini kesadi. Birinchi marta barmog'ini kesadi, keyingisi mana bu joyidan kesadi degan gaplar bor. Lekin oxirgi paytlarda bunday jazo qo'llangan to'g'risida matbuotda ma'lumot eshitmaganman. Chunki yana bizni gospitalimizda doktor Shoh bo'lardi, pokistonlik. Ana o'sha inson ham Saudiya Arabistonda bir necha yil doktor bo'lib ishlagandi. Hamma narsani tashlab mana shu Kanadaga ko'chib kelgandi. Emigratsiya qilib kelganda doktor Shoh gapirib berardi. Lekin u kishi dindor bo'lganlari uchun bunaqa joylardan xabarlari yo'q. Lekin mana bu boshqa din vakillaridan eshitganimdan keyin men, bilasizmi, bu narsalarni mayli efirdan keyin sizga to'liq hammasini gapirib berarman, bularni yalang'och vechirinkalari to'g'risidagi, bularni orgiylari to'g'risida. Ammo
mana shu narsalarni ustida bo'lib shularga xizmat ko'rsatgan insonlardan eshitganimdan keyin endi juda ham asabiylashdim to'g'risi. Endi Jeffrey Epsteinga qaytadigan bo'lsak, Jeffrey Epsteinni mana ko'rdingiz, mana kuni kecha man mana Saudiya Arabistonidagi bo'lgan voqealarni gapirib berdim. Endi bunday voqealar mana misol uchun O'zbekistonda yo'q deb o'ylaymiz. Albatta bizda bunday ma'lumot yo'q. Faqatgina o'sha Xorazmdagi bo'lgan voqeadan tashqari yoki bo'lmasam Bolshoy teatr balerinalari mana shu SKKPSSga Markaziy komitetga bu xizmat ko'rsatadi deb eshitganmiz va buni juda ham ko'p shohidlari gapirib berishgan. Bunday narsalar o'sha Sovet paytidan ham bo'lib kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlarini juda katta mana bu avia tashuvchisi borku, samolyotlar tashuvchi va bir qancha harbiy kemalari mana shu Eron tarafga yaqinlashib, bu to'g'risida ham juda ko'p ma'lumotlar bo'lyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Eronga Endi men bashorat qilmayman-u, hujum qilish ehtimoli bormi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bu yerda to'g'risini aytish kerakki, bu mulla rejimi bu Eron aholisini haqiqatdan ham bularni juda ham og'ir ahvolga olib keldi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Zimbabvedagi eng katta inflyatsiya, bilsangiz, $1 necha millionga chiqib ketgan. Hozir xuddi shu narsa mana Eronda bo'lib turibdi. Ko'rib turibsizki, misol uchun ular nechidir million riyol yordam beraman xalqqa deyotdi, $7 ekan bor yo'g'i, $7 qorin to'yadimi? Bu shunday ahvol. Undan tashqari Eronning boyliklarini mana shuncha paytdan beri mayli mana bu soqolli mullalar keldi. Eronning shuncha paytdan beri yer usti boyliklaridan tushgan mablag'lar qani? Xalqqa bermadi. Albatta bu xalqni g'azablantiradi. Va inflyatsiyani oshib ketishi va buning ichidagi bo'layotgan juda ham katta korrupsiya eng xalqni g'azabga keltirgan. Endi bu yerda juda ham ko'p ekspertlar gapiryapti. Jeffrey Epsteinni faylini Amerika emas, Isroil chiqazib yubordi. Qolganini ham chiqazaman agar Eronga urush qilmasang. Eronga urush qilganida Jeffrey Epstein fayllari chiqmas edi degan gap ham bor. Lekin bu narsalarda hech qanday asos ko'rmayapman. Bizda bitta maqol borki, hamma yomon narsalar uchun yigitlar aybdor deyishadi-ku. Ya'ni bu yigitlar qilgan. Nima bo'lsa yigitlar qilgan deyishadi. Shuning uchun ham men bu narsani tagida katta asos ko'rmayapman. Lekin bugun Amerikaning kораблari Eron Fors ko'rfaziga qarab suzib kelyapti. Siz bilasiz, bu kораблni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish qanchalik qimmat turishini bilasizmi? Har bir mil uchun necha million dollar sarf qiladi. Bu bir emas, bir necha korabl. Har bir 100 mil uchun, dengiz mili uchun kamida 20-30 million dollar pul ketadi. Bular necha ming mil bosib kelyapti. Buni kim to'laydi? Pulini. Venesuelaga bostirib bordi, bu kораблlar to'liq bo'ladi. Uni prezidentini yo'q qilishdi, olib kelishdi, neftlarini oldi. Ana buni hisobiga to'liq xarajatni qoplaydi. Bu yerda nima bilan qoplaydi? Bu yerda ham albatta mana shu bugungi rejimni ag'darib va undan keyin mana shu rejimni bekitgan mablag'larini konfiskatsiya qilib, mana shu bugungi urush xarajatlarini bular qoplaydi. Mani fikrim shuki, Eronni bugunmi, ertami baribir Eronni bular Amerika baribir uradi. Butun boshli aviatsiyasi bilan va mana shu kорабльlaridan baribir bilan bombardimon qiladi. Bularni yo'q qilmaguncha tinchimaydi Donald Trump. Nafaqat Donald Trumpdan keyingi kelgan prezidentning ham birinchi dushmani Eron bo'lib qolaveradi. Bu o'zingiz bilasiz, mana shu Barack Obama sal isitdi. Barack Obamadan oldin, Barack Obamadan keyin Trump, Trumpdan keyin Bidendan keyin yana Trump. Hozirgi dunyoda Shimoliy Koreyadan ham oldin birinchi dushman bu Eron. Eronni asosan ko'proq endi bu Isroil davlati ko'proq nima qilyapti, u Isroil o'zini xavfsizligini o'ylab. Bu yerda endi boshqa siyosiy o'yinlar ham ko'p bo'lsa kerak.
Endi umuman Endi biz o'zimizni shaxsiy fikrimizni berib boryapmiz xolos. endi bizni shaxsiy fikrimiz bu bitta nafaqat yaqin sharqni ikkiga bo'lib kelayotgan sunniy shiyaga bo'lib kelayotganlar ham mana shu Eron bo'ladi. Biror marta diniy mana shu nizolarni qarang. Mana bugun Yamandagi nizoni qarang. O'sha hasidlarmi bular o'sha yerdagi sunniylar bilan janjal chiqqazib o'tirdi. Yana boshqa qaraydigan bo'lsak, mana Suriyada necha yil, 14 yil urush bo'ldi. 14 yil. Dunyodagi eng go'zal yaqin sharqdagi davlat edi shu. Alepponi bilasizmi? Tuyullari 90-yillarda ipodromda sotishar. Aleppo degan Alabitex degan nimalar tuyullar sotilardi. O'shalar Aleppodan kelardi. Aleppodan kelardi. Halab deydi, hozir Halab deyishadi, lekin asl nomi Aleppo. Mana misol uchun dunyoda birinchi qurilgan shahar Palmira deyiladi inglizchada, bosh Palmira. Shuni qarang, qanaqangi yer bilan yakson qilib tashadi. Bu yaxshi ham Damas'ni ham bular yer bilan yakson qilardi. Yaxshi buni vaqtida Turkiyaning yordami bilan yer bilan yakson qanaqangi zo'r obidalar bor bu yerda. Qanaqangi zo'r bizni bu yerdagi avliyolarimiz yotgan qabrlari bor. Albatta. Mana shu ko'rdingizki, mana bu shaharlarni qarang. Bu shaharlar qo'rg'on bo'lib ketgan. Betonlarning orasida odamlar yashayapti. Mana shu yerda kim aybdor? Bu ham bo'lsa mana shu Eronni inqilob qo'riqchilar gvardiyasi mana shular bu xalqiga bermasdan Siriyaga olib borib qurol yaroqqa sarf qildi. Ko'ryapsizki, undan tashqari Iroqdagi bo'lganicha, Iroqda bo'lgan, bularga ham yaqin sharqdagichi, mana bu Livanda Hizbolloh deganlari bor. Bular ham sunniy musulmonlarga qarshi, Isroilga qarshi deyshadi, sunniy musulmonlarga qarshi deyshadi. Bularni ham qayerga qarasangiz, hattoki Amerikada Venesuelagacha bular kirib keldi. Ana o'shandan keyin Amerikaning toqati toq bo'ldi-da. Endi Venesuelani tinchitishga kirdi. Bular Panamaga borgacha kirib keldi bularning hamma narsasi. Undan tashqari yadro quroli, dunyoda yadro quroliga ega bo'lish, mana Sherzodxon Qudratxo'ja gapirdi. O'zbekiston bilan Qozog'iston birlashib atomli bombani yasasin dedi. Endi biz nima shu atomli bombadan tashqari bizani qo'riqlaydigan nimamiz yo'qmi? Albatta bu juda ham katta mablag' turadi. Bu atomli bombani yaratishga mablag' sarf qiladigan bo'lsak, yana bizda inflyatsiya o'sadi, xalqimiz kambag'allashadi. Albatta, agardagi yagona shu narsa qolgan bo'lmasa, boshqalarini ko'rish kerak. Mana shu Eronni bugungi eng katta xatosi mana shu o'zini xalqini norozi qilib, boshqa davlatlarda urush janjallar chiqazgani. Bular bitta narsa bilan o'zini ozoqlab keladi. Bular Isroil davlatini tanamaymiz. Bizni birinchi maqsadimiz shu Isroilni yo'q qilish degani. Shuning uchun bizga ataka qilyapti. Hamma dunyo Isroilni himoya qilyapti. Bo'lmagan gap. O'zingizlarga bir qaranglar, bu yoq-buyog'inglarga. Eronlik shunaqangi go'zal insonlar bor. Shunaqangi olimlar bor. Mana bizning ishxonamizda ham Eronlik laboratoriyada ishlagan, mana bu ilmiy tekshirish olib borayotgan insonlar bor. Birortasi Eron davlatini yaxshi deganini eshitmayapman-da. Bizda o'zbeklarni qaysi biriga borsangiz O'zbekistonni maqtaydi. O'zbekistonga birorta Kanadada bor, ko'p emas, juda ham kam. Lekin juda katta qismi O'zbekistonni maqtaydi, yaxshi ko'radi. Bu yerdagilar yaxshi ko'radi Eronni, lekin bugungi hukumat bilan umuman murosasiz kurashishga hammasi jalb o'z nima qiladi. Bunda ham bitta haqiqat bor-da. Mana 10 ta Eronlikni 9.9% bugungi hukumatini yo'q bo'lishini istaydi. Mana shaxsiy fikrim. Shaxsiy fikrimni to'g'ri bo'lib chiqishini xohlardim. Birinchidan Xitoy aralashmaydi. Uni ham pulini olishga. Unga ham narsa sotib pulini oladi. Rossiya hech qanaqa narsaga aralasha olmaydi. Mana ko'rdingiz? Satana 300, Satana 400 degan raketalari Eronni bombardimon qilganda birortasi otilmadi. Ko'rdingiz? Isroil bilan Amerika bombardimon qilganda birortasi havo hujumiga qarshi Rossiyadan sotib olganlari ishlamadi.
Haqiqatdan Buni ishlamadi Eron shular. Eron juda ham yaxshi biladi buni. Rossiyadan yordam kutmaydi Eron. Endi Hmm. bularni kutadigan yordami Xitoy bunga qo'shilmaydi. Bir misolni sizga gapirib beraman. Bir xitoylik bola bilan bir joyda o'tirib qoldik. Juda ham yaxshi kelishgan xitoylik bola. O'sha aytyapti-da, Xitoy Kanadadan ancha yil o'tib ketgandi. Shunda to'xta dedim. Sani chiqargan mahsulotingni kim sotib oladi? Afrikadagi Mozambik sotib oladimi dedim. Yo'q. Sani chiqargan mahsulotingni ko'pini kim oladi? Kanada oladi, Amerika oladi. Bu sen aytyapsanki rivojlanmagan deb. Sen Amerika bilan Kanadani puliga rivojlangansan. Yevropa ittifoqi Kanada Amerikani puliga rivojlangansan. Aqlli iqtisod olib borganing uchun rivojlanib ketgansan. Lekin pulni o'zingni yuaningni o'zing мясорубкаdan chiqarib kalbasa qilmagansan deb gapirib bersam, to'g'ri aytasan deydi. To'g'risida. Shuning uchun ham bu mana qarang endi. Misol uchun bitta planshet chiqargan bo'lsa, buni kim sotib oladi? Kim sotib oladi? Somalidagi ovqati yo'q odamlar shu planshet sotib olishga kuchi yetadimi? Yo o'sha kerakmi? Ularga suv bilan non kerak bo'lib turibdi. Bizda sizga, menga kerak. Chunki bizni pulimiz bor, sotib olamiz. Biz dunyodagi eng yuqori konvertirumiy valyutada sotib olamiz uni. Ana o'shani hisobiga sen o'sib boryapsan dedim. Olib bor dedim. Bir samolyot hozir olib borganda telefon olib bordim. Hindistonga dedim. Olib borganda $100 har birini sotganda sota olmaysan. Chunki u yerda aholi kambag'al, boylar juda ham kam. Sen olib kelganda Kanadaga olib kelib o'shani $500 qilib bir soat sotib bo'lasan. Sen to'ppa-to'g'ri gapingni. Men shuning uchun aytamanki, Xitoy aralashmaydi. U yoqni ham, bu yoqni ham soqasini oladi. Rossiya allaqachon spiskadan o'chirib qo'ygan, Eronni o'zini o'chirib qo'ygan. Endi ko'ramiz voqealar qanday rivojlanib boradi. Lekin Obidxon, sizga katta rahmat. Har doim mana shunday qiziqarli bir ma'lumotlarni berib, o'zingiz fikrlaringizni berib boryapsiz. Albatta buning uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Menimcha o'ylaymanki, xalqimizga ham biroz ma'lumotlar berildi. Qiziqarli voqealar ham aytib o'tdingiz. Yana fikrlaringiz bo'lsa davom ettirishingiz mumkin, Obidxon. Endi avvalambor biz nima deymiz? Biz borib chiqib olib turib, masalan, kimnidir tanqid qilib, kimnidir haqorat qilish emas. Niyatimiz dunyodagi bo'layotgan voqealarga shu misollar bilan to'g'ri keltirib beramiz xolos. Buning uchun o'zingiz yaxshi bilasiz, misol uchun vaqt topishimiz ham qiyin. Har kuni siz bilan gapirishga tema bor, to'g'risi. Lekin bizda o'shanga vaqt yo'q. Shunday. To'g'ri. Har Endi kuni tema ikkalamiz bor. masalan, Gapiravering. ikkalamiz shu dunyoda bo'layotgan voqealar, yangi chiqqan ma'lumotlar, yangiliklar bo'yicha suhbat qilib boryapmiz. O'ylaymanki, bu xalqimizga ham nima deydi, ozgina bo'lsa ham ma'lumotlar berib boryapti ikkalamiz suhbatimiz. O'ylaymanki, bu suhbatlar yana ham davom etadi. Obidxon, yana yangi ma'lumotlar bo'lsa kutib qolamiz va dunyoni ham mana kuzatib boryapmiz voqealarni. Shu voqealar bo'yicha ham balki suhbatlar qilib boramiz. Lekin ikkalamizni ham mana bu hayotda bo'layotgan, dunyoda bo'layotgan voqealarga qiziqishimiz sababli o'zimizdan bilganimizni, tushunganimizni, ko'rganimizni misollar bilan tushuntirib, shunaqa suhbat uyushtirib boryapmiz. Albatta sizga katta rahmat, Obidxon. Doimo shunaqa fikrlaringizni berib boryapsiz. Rahmat ziyodala sizga. Sog' bo'ling. Mayli, ishlaringizga omad. Shu bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz. Agarda ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.